Birinchi partiyamizga nechta bo'g'oz? 15 dona aka. Nechinchi qoringa bular aka? Birinchi, ikkinchi. Ko'z tegmas, havas qildim, to'g'risida niyat qil, imkoniyat bo'lsa boqadigan bo'g'ozlar aka. Ilindim, har bitta obunachimizga boqish nasib qilsin. Ey, baqilda bog'i ko'karmagan bitta laykni bosib, niyat qilib qo'ying aka. Bir kun sizlarga nasib qiladi, to'g'risini aytganda. Bozorda soting. Aka, unda bozorda soting. Optim deganingizdan keyin qo'ying arzonroq aka. Real aka. 200 ta qo'yib kelyapsiz sezonda. Misol, hozir ham 100 ta olib kelyapsiz. Yamizga qo'chqarlardan akalar. Bunini sifatiga ahamiyat bering. Suyagini qarang, mashalloh. Akalarimizga nasib qilsin, iloyim shunaqalardan boqish akalar. Siqidirgan Qirg'iziston Bishkek qo'chqarlardan aka. Bitta haydan sekin bittalar ko'rsatinglar mana akalar. Sifatiga baho bering akalar. Hammaga nasib qilsin iloyim aka. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqing. 5 ta olsangiz ham optim narxda ketdi akalar mana sizlarga. Shu telfonga baraka deyshadi, 4 million qilib berasiz. Ammo dastlabki Samarqandga yetkazib berasiz. 12 ta bo'lsa Samarqandga besplatno-da. Yo, xo'p, deganda martga keng 15 dona. Joningizni olishga yo'q. Hurmatli obunachilar, podpiskani bosib, qo'ng'iroqcha ustiga bosib, birinchisiga o'tkazib qo'ysalar, shu video sizlarga birinchilardan yetib boradi. Assalomu alaykum. Zaminuzning ashaddiy kuzatuvchilari, bizni muntazam kuzatib boruvchi hurmatli aka-ukalar. Bugun akalar sensatsiya video bo'ladi. Yaxshilab o'tirib oling. Biz sizlarga Qirg'izistonda bo'g'oz qo'ylari, qo'chqarlari akalar narxlarini ham sensatsiya qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Zaminuzdan uzoqlashmay aka, vaqtni qisqa qilamiz, narxlarni arzon qilib, bularni to'liq ma'lumotini akamizni o'zlarini olishga harakat qilamiz akalar. Yer maydoni ham katta oluvchi mana akalar, qo'ylar qochib ham ketyapti akalar. Shu saroyning yuragida turibmiz akalar. Yaxshilab eslab qoling, bu qo'rada 200 ta 300 tadan bu yog'ida kam bo'lmaydi akalar. Bu yerdagi to'liq ma'lumot siz obunachilarga Ismoil Uz, ya'ni asosiy kanalning egasi shuni akamizni qo'ralar kelganmiz. Assalomu alaykum aka, tizimsiz, chachimay. Tizimsiz. Aka oldingizmi, xudo xolasa, yaxshilardan. Aka, ammo tinoqlardan ko'z tegmas, havas qildim, to'g'risida niyat qil, imkoniyat bo'lsa boqadigan bo'g'ozlar aka, suyak darajasi ham hamma tomoni kelib qo'ygan. Alloh rozi bo'lsin, shunchalik boqqanda ham, katta qilganda ham otasiga rahmat. Aka, buni endi vaqt ko'pamaymiz. Birinchi partiyamizga nechta bo'g'oz? 15 dona aka. Nechinchi qoringa bular aka? Birinchi, ikkinchi. Birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ikkita 4 ta. Bo'y bastlari qanaqa endi aka? Bo'y bastlari aka 85 plus. 85 plus. 85 plus. Mashalloh, hurmatli obunachilar, to'g'risida ilindim. Har bitta obunachimizga boqish nasib qilsin. Ey, baqilda bog'i ko'karmagan bitta laykni bosib, niyat qilib qo'ying aka. Bir kun sizlarga nasib qiladi, to'g'risini aytganda. Aka, buni narxini qanchadan qilamiz? Aka, bir joyga olsa yengilroqqa bering, to'g'risida. 500 so'mni yetkazib beramiz. Katta mayda haliga 9 million, 8 milliondan narxi yo'q. 7 million 500 ming so'mdan bir joyga 7 million 500 ming qimmat aka. Aka, soni nechta dedingiz? Soni 15 dona aka. 15 ta, uni qo'lda ushlang. Telefon qilishadi, 15 tasi baraka deyshadi, 7 milliondan pul berishadi. 7 milliondan. Ha, bir joyga. Uka, baraka 15 tasini dastlabkasi 12 ta viloyatga qilib berasiz. Yebichariga sinovdan qilib berasiz aka. Yebichariga da xolasa aka 10 kun garantiya. Bo'ldi. Hammada bir hafta bo'lsa 10 kun. Aka, sensatsiya narxi dedingiz boshida. Ha. Otasiga 7 milliondan aka. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilaman, 7 milliondan Qirg'izistonda 5 gektar mana bo'g'oz qo'ylardan aka, to'g'risini aytganda sifatiga ahamiyat bering. 5 milliondan ham 4,5 milliondan ham bo'g'oz bor akalar. Hammasini sifatida akalar. Bu sifatni oxirdagi yem bermaydi hech qachon. Aka, tug'ilganda beradi. Oling, chunki buni mevasini 7-8 yil aka niyat qilib olasizlar-da. 1 yil yildan keyin go'sht yo'nalishiga boqmaysiz. Nima deyman? Zaminuz iminni shu bo'g'ozlarda aka tavsiya qiladi oladigan akalarimizga. Aka, buni donalabga ham ishini bitirib berasiz. Faqat optim emas, bittasi ham yetkazib berasiz. O'sha sharti bilan video qilinyapti. Aka, bitta olsa ham yetkazib beraman. Aka, naboda pulim bittaga o'shanga ham ko'proq, kamroq aka, yangi xo'jalikman deysa aka, telefon qilsa bundan emas, bundan mashlaqaga sal aligroq, bo'yi pastroq. Mashlaqa sifatida qo'yamiz va yetkazib beramiz aka, videolarni tashlab beramiz. Aloqaga chiqing. Bu birinchi partiyamiz, biz ikkinchi partiyalab chiqamiz. Ketdik. Akalar, ikkinchi partiyamizga qo'chqarlardan akalar. Bunini sifatiga ahamiyat bering, suyagini qarang, mashalloh. Akalarimizga nasib qilsin, iloyim shunaqalardan boqish akalar. Siqidirgan Qirg'iziston Bishkek qo'chqarlardan aka. Buni soni nechta aka? Soni aka 12 dona. 12 bosh.
12 bosh. Svetiga baho bering. Suyak darajasi baribir Qirg'iziston qo'chqori realni aytgandagi tan olish kerak, ajrab turadi. Birinchilardan nima tomonidan degan uchun men aytamanki, o'zim uchun aka, bu suyagini birinchi o'sadi akalar. Mana aka. U siz aytgan natijani e'tirof bergani uchun seleksiyalarda ham shu Qirg'izistondagi o'ynayapti akalar. Sifati mana sinjun variantidan aka. Oq yuz, oq quloqni. Aka buni soni nechta? 12 dona aka. 12 bosh. Bo'ybastlari qanaqa bo'ladi aka? Bo'ybastlari aka 85 plus. Eng past 85 90 santimetrgacha ham plus deyapsiz. 90 yaqini, lekin rovni 90 yo'q aka. 85 plus 85 ga olishaveradi. 85 ga olishaveradi. 87 atrofida. Zo'r qo'chqorlar. Tavsiya qilaman. Nima deymiz? Biz o'zimizga ravo ko'rganni siz obunachilarga ravo ko'ryapmiz. Kichkina qo'ymas akalar, uzunliklariga ahamiyat bering. Hamma tomoni kelgan akalar. Ha, uzunligi ham niyat qilganlar bo'lsa oldi ketidan tulagan. Bitta menga haydan sekin bittalar ko'rsataylik mana akalar. Sifatiga baho bering akalar. Hammaga nasib qilsin iloyim aka. Soat nechta aka bo'ladi? 12 dona aka. 12 bosh, hammasi qo'chqor. Hammasi Sovliq pichmalari yo'q aka. Sovliq pichmasi yo'q aka. U sizga tan aka. Sovliq pichma aftasi bo'lsa tekinga aka. Ketaveram, buni mujit gapi bo'ldi aka. Buni yosh oilaga qanaqa dedingiz? Yosh oilaga aka 10-11 oylik. 10-11 oylik. Tishbushga bir 2 oylikda, 1 oylikda tish buzora. Ha. Aka shu holatiga, shu gavdasiga tishbushga hali 2 oy bor. Ammo realni yaxshi narsa bo'ldi. Aka buni 15 ta, 12 tasini bitta obunachingiz telefon qilsa, qanchadan qilib berasiz ayting, realni. Hammasini bir joyga olsa aka 6 dan qo'yaman dedim. Lekin 6 dan emas, 100 ming emas, hali 50 ming emas aka. 200 ming so'mdan o'tib beraman, 6 milliondan 55 million, 8 ming so'mdan yetkazib beraman aka. Yo'q aka, 5,5 milliondan qo'yamiz. Ha yo'q aka. Yo'q aka, 5,5 milliondan bitta obunachi telefon qilib berasiz aka. Yo'q aka, 5,5 million tovusham oson emas-da. Nima qildingiz, iya aka? Yo'q, 5,5 million tovusham oson emas-da aka. Yo'q, 5,5 million ham tovush oson emas, lekin bu dehqon ham mana shu holatga yetkazguncha oson mehnat. Yo'q, to'g'ri. Ammo pul sanab berish ham oson emas. Bozorda aka, bozorda 6 millionda pahsa topisholmaydi bu qo'ydi. Unda bozorda soting. Aka, unda bozorda soting. Optim deganingizdan keyin qo'ying arzonroq aka. Realni aka. 200 ta 300 ta qo'yib kelyapsiz sezonda bo'lsa. Hozir ham 100 ta olib kelyapsiz. To'g'ri, 5,5 milliondan bo'lsa to'g'ri keladi aka. Men tarozining o'rtasidami? Telefon qilishadi, baraka deyshadi, olib ketishadi uka bo'ldi. Ammo dastlabki sinov muddatini qilib berasiz. To'g'ri kelsa baraka deng aka. Ortiq 5 ming ham qo'sha olmayman. To'g'ri. Erkak so'zsingancha baraka aka. Obunachilar 5,5 milliondan eng kam miqdori 12 tasini olsangiz, narx ketdi akalar. Kimgadir bu qo'yiladi, seniyasi, sifat darajalari yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqing. Zudlik bilan aka, soni 12 bosh. Hammasi qo'chqor akalar. Nima deyman, tavsiya qilaman. Zamin yuzdan chiqayapman deng, inshaalloh arzon qilib berishadi. Xudo xolasa. Aka, bunday, buni qarang. Bu 12 tasini hamma odam ham ola olmaydi, eshitding. O'g'il bola gapirish kerak-da, 12 ta hamma ham ola olmaydi. 6 tadan bo'lib olishadi. Shunda haydab olishadimi aka? Shunda tayoq tashab o'rtada bir xilga bo'lib berasiz, qo'lni bering aka. 5,5 milliondan qilib berasiz. Teng yarmini. Sotdim aka, bir donaga ham hamma ishlarni bitirib berasiz aka. Bir donaga aka, lekin to'g'ri tushuning, yo'q. Talla baliq qilsa osmos filis bo'ladi. Filusi ham bo'ladi, minusi ham bo'ladi. Hech qachon filus bo'lmaydi aka. Minusi ham chiqadi aka. To'g'ri kelsa shunday bo'ladi aka. Minusi qo'yyo'g'u mayli aka, xudo xolasa kelishtirib beraman. Filusi ham bor, minusi ham bor. To'g'ri. Filus bo'lmasa, minusi ham olib tashlang aka. Ras bo'ldimi, chidash kerak aka. Ammo hurmatli obunachilar, yaxshi qo'chqorlar bo'ldi. Tavsiya qilib qolaman. Bu ikkinchi partiya. Biz 3-partiyalarda chiqamiz. Ketdik. Akalar, menga juni yo'g'idan kerak, Sherzami uka. Suyakli bo'lsin, tayyor bo'lsin. Qo'ram issiq uka. O'zi issiqlar ham tushib qoldik akalarimizga. 15 dona aka, suyakli variantida. Bular ham Qirg'iziston Bishkeknimi? Qirg'iziston Bishkek aka. O'zi agregat ko'pchilik boshlab beribdi. 4-5 kishi qilyapti, shunaqa agregat qilyapti, mana. Havo ham ilib qoldi akalar, mana minuslar chiqdi aka, xudo xolasa bundan bari. Kun isib ketadi inshaalloh akalar, boqsalaring bo'laveradi. Akalar hammasi suyakli varianti. Bular ham Qirg'izistondingiz a? Qirg'iziston Bishkek aka bular. Yosh oyligi necha oylik aka bulardi? Bulardagi 7-8 oylik aka. 7-8 oylik. Hammasi qo'chqor a bular ham. Hammasi qo'chqor. Pichma axta sovlig'i bo'lsa aka tekinga. Hurmatli obunachilar, o'ta ham chiroyli qo'ylar. Yaxshi. Gilovnisini aytganda akalar, nima desa bular? Suyakli. Hammasi suyakli qo'chqorlar akalar. Buni qanchadan qilamiz aka endi buni? Aka, bundan oldingi yungli variantini 5,5 dan qo'ydikmi? Ha. 200 mingdan kam qo'yaman aka, mana shularni mana. Mana shularda yungi yo'q varianti, yungini tayyorlab olib qo'yganmiz aka. Tushun. 5 million 300 mingdan o'zi yaxshi aka. Bozorda sotolganingiz afzal-da. Aka, optimga 3 metr, 4 metr aytib, optim chiqaryapsiz aka. Yo'lida qo'yib bersangiz olishadi aka. To'g'ri tushuning. 15 ta qo'yim deyapsiz. Hammasini dastlabki sinov muddati qilib beradi. Tushib bering. 10 kunga xudo xolasa. Bo'ldi, 10 kun aka. Tushun, qanchaga berasiz? Bitta gapiraman, so'rashmaydi. Telefon qilishadi, barakasini olishadi aka.
5 million so'mdan To'xta. O'zbekiston Telefon bo'ylab qilishadi, xayri sunnatiga ham tushib berasiz. Bir joyga olasiz. O'tdim aka. Barakasini bersin. Aka, buni mujutiga bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 5 million so'mdan aloqaga chiqing, xayri sunnatiga tushib berishadi aka. Suyakli variantidan yungi yo'q qo'chqorlar akalar. Hammasi suyakli variant. Bo'ybaslar qanaqadaringiz bo'ladi? Gavdasi aka 80, 85 gacha, 80 plus 80 ga olishaversin, plus 80 ga olishsin. Akalar mana sizlarga suyakli variantida. To'g'risida, mana qo'chqarni oling, foyda qilasiz. Nimaga desangiz, aka yemni bayavoy beraverasiz, suyagini buzib bo'lgan rostmana. Ertaga siz aytgan natijani inshaalloh Xudodan bu qilib beradi akalar. Yaxshi niyatda bo'ladi. Men qarang. Aka. 15 ta dedingizmi? 15 ta. 5 ta 3 ga bo'lib olsa ham 5 milliondan ketadi. Bir xil ekan qo'yamiz. 5 ta bering dedi 3 million. Sotdim aka. Mujizcha gap bo'lsa mana 5 million so'mdan chunki qo'ydi hammasi bir xil akalar. 5 milliondan 5 olsangiz ham ketdi. Endi bitta ikkitalabga endi dastlabkani xizmati bor. 50 so'm, 100 so'm plus minusi bo'ladi akalar. To'g'ri qabul qilish kerak-da. Chunki mana hammasi bir xil. E'tibor bering, yuruklariga o'ta ham zo'r. Aka, buni ham dastlabki xizmatlarni qilib berasiz inshaalloh. Dastlabki xizmatlarni Xudo xolasa aka O'zbekiston bo'ylab uy bo'lsa bo'ldi aka. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqing. 5 ta olsangiz ham optim narxda ketdi akalar mana sizlarga. Shu bilan biz 4-partiyalab chiqamiz. Ketdik. Hurmatli obunachilar, 4-partiyamizga to'g'li 7-8 oylikka yaqin sovg'alar akalar. Mana sizlarga uzoq yil uka bolasini olaman, niyat qilib menga arzonrog'idan qilib bering degan akalarimizga inshaalloh barrani narxida qo'yamiz dedilar. Soni ham 15 ta ekan akalar. Yuruvlarga e'tibor bering. Bir dona sarig'i bor. Qolgani hammasi qora kashtalardan. Hisori aka. Hisori hammasi gapsiz yo'q. Hoji hisori. Qayda topib kelaverasizlar bunaqa kurtoylarni gapsiz yo'q. Buni soni nechtadingiz? Olib kelyapmiz aka, Xudo xolasa. Bo'ldi. Soni nechtadingiz? 15 dona. 15 dona. Hammasi haligida qo'chqar yo'q ichida. Yo'q, qo'chqar yo'q aka. Bo'g'oz bo'lishi ham mumkinmi? Qo'shib qo'yganmi yo qo'chqar yurmaganmi? Yo'q, lekin ichida qo'chqar yurmagan aka. Yurmagan. Xudo xolasa o'zlari niyat qilib qo'shaveradi. Aka, bunday narsada kimdir bitta o'zimdan nasllik qo'chqarim bor deyishi mumkin. Toqqa haydaydigan, hali cho'ponga beradigan qo'ylar shular bo'ladi aka. Bo'ldi, gap yo'q. Inim bo'ladi, qanchadan qilamiz? 15 tasini qarang. Vaqt qisqa olamiz, yengilroq qilib bersangiz obunachilar maza qilsin. Biz ham xursand bo'lamiz. Yengil qilib bersangiz bizga ham yaxshi obunachilarga ham-da. Aka, barrani narxida qo'yaman. Qanchadan qilasiz? Barrani narxida qo'yaman, ham 4,5 deb turishgandir. 4,5 emas aka. 44 ham emas. 4 million 300 ham emas. Qo'lda bering. Qanchadan berasiz? 4 million 200 ming so'mdan aka. Yo, tushing. Yo'q, endi ag'i to'g'ri kelmay qoladi. Meni qarang, shu 15 ta ekan, bir joyga telefonga baraka deyshadi, 4 milliondan qilib berasiz. Ammo dastlabki Samarqandga yetkazib berasiz. 12 ta o'lar Samarqandgacha besplatnoda. Yo, xo'p, deng endi martlik keng 15 dona. Jonimizni olishga yo'q. Martga martmi? Xo'p deng. Dastlabki Samarqandgacha emas, O'zbekiston bo'ylab. Mana erkakni gapi baraga desa. Hurmatli obunachilar, 4 million so'mdan akalar realni tavsiya qilamiz. Arzon bo'ldi. Chunki akalar barra ham 3,5 million 4 million bo'lyapti aka. Mana mujikcha bo'ldi akalar. Tavsiya qilamiz akalar. Shu bilan videomiz yakunlandi. Zaminingizdan uzoqlashmang. Eng arzon, eng sifat, eng chiroylarni zamin siz uchun qidirib topadi akalar. Meni qarang, ichidan 15 ta yadingizmi sonni? O soni 15 dan. 5 ta bo'lib olsa ham 4 milliondan qilib berasiz. Haydab bo'lib olsa ketdi baraka. O'zi haydab ham yo'q, bir g'ilo buni. Endi bitta ikkitaga dastlabki xizmat qilib plus 100 ming so'm plusi bor. 41 dan deylik. Albatta aka. Ammo 5 tasi ham 4 milliondan qilib berasiz. Sotdim aka. Aka, aloqa chiqinglar. Mana sizlarga arzon joydan akalar. Realni 5 ta olsangiz ham 4 milliondan qo'y qilib olasiz akalar, to'g'risida. Turgan pul yo'qib ketadi. Nima deymiz akalar? Nimadir olib qo'ysangiz ziyoni yo'q akalar. Tavsiya qilamiz akalar. Zaminingizdan uzoqlashmang. Shu bilan aka videolarimiz yakunlandi. Yangi obunachilarimizga bitta like bosib obuna bo'lish esdan chiqmas akalar.